Assalamualaikum do'stlar, kanalıma hoş geldinglar. Bugun sizlar bilan birga yangi olgan soatim Sunto 5 al bilak. Mush soatni quti ochilishini ko'rib chiqamiz, ya'ni unboxing. Ichida nimalar bor, qandayroq alohidaligi bor degandek. Sunto bilishinglar mumkin, sport soatini yasaydi Finlandiyaning. Yine başka saatler var. Hem de Garmin olsun, Fitbit olsun, yoki yine Apple'ning bor, Samsung'ning degandek. Axir qarar bilish orqali Suntoni oldim. Ben 2400 kronga aldım. Norvegiyaning pulida. Dollarga sundarsak 277 dolar etrafında oldu ki. Şimdi hazır şu Sunto qandayroq soat bir qarab chiqaylik quti ochilishiga. Bundaq ko'rganinglardek Suntoning qutisi bundaq. Ya qarsanglar Finlandiyada dizayn qilib, Finlandiyada yasalligini yozib qo'yibdi. Bu yerdan mana açsak bir oq quti chiqar ekan. Bundan keyin soat qap-qora al bilak, şu aşkı al bilak deb qo'yibdi-da buni. Butunlay qap-qora, qora ranglik. Yerdan bundaq tatib içib. O bileklik qismi yaxshi ekan. Yumshoq. Ba'zi soatlar bor bundaq sal qattiq bo'ldi. Bosadigan yerlari. Rasman soat nima emas, touch emas, bosadigan yanlarini. O bilekligi. Anki keynida nima sensörler, sportga vaqtdagi o'lchaydigan qalb atishini o'lchaydigan sensörler degandek. Bunun ichida nima şarj aleti bo'lishi mumkin. Şarj aleti. Adam bular qisibla, keynida şarj qiladigan yeri bor. Qisib, andan keyin USB'ni telefonning nimasiga qabul qilibla. Bunun ichida tanıştırıcı degandek user manual, yani qanday ishlatadi bu degandek. Boshqa tillarda anadaki bu Sunto'nun özünün app'i var, yani uygulaması var. Şunu tushirib telefon bilan qabul qilasangiz bo'ldi. Andan keyin u yerdan tig'im yaxshi kontrol qila olasiz, yani. Telefonga Bluetooth bilan bog'laysizlar. Har xil tillarda yozib qo'yibdi. Telefonning alohidaligi sport, asosan sport ishlatishlar hamda Sunto 5, mening og'ilim Sunto 5 bor, 6, Sunto 5, 3, 7 va 9 deb. 9 va 7lar bek nima professional sport qilganlarga, 5 bo'lsa hamda normal jiq sport qilganlar masalan. Men evet kendiki bundaq ko'rindiki. Deganimdek touch emas bu soat. Touch bo'lmag'achqa yanlarini bosamiz. Başta mana qutini ochgan vaqtda tokka mana bossangiz ochilmaydi ekan, shunga sharj qilib ochish kerak.
Deganimdek makinani soatdan keyin qistirib, sharj oltincha qistirib, andan keyin telefonning nimasiga taqab, direkt ursaqla ochildi soat. Bo'lmasa ochilmaydi ekan. Sharj qilgandan keyin ochildi, andan keyin ishlatishga boshlasak bo'ldi. Men olgan vaqtda 50% tok bor ekan tok. Telefon ochilgandan keyin ishlatib uyg'onma applarni tushirib degandek ishlatishga boshladim. Hamda bu soatning qanday alayliklari bor degan vaqtda specification bossak, soatning ig'irligi degandek qaysi materialdan yasalganligi, andan keyin biz uchun eng muhim bo'lganlik bir narsa batareyaning kuchi vaqti degandek normal ishlatgan vaqtda 14 kun yetadi ekan. Ma telefondan mesajlar bu kelganda 7 kun. Chiniqqan va GPS'ni ishlatgan vaqtda 2 kun atrofida. Andan keyin ma uyqu uxlagan vaqtni sensorsi bor ekan, qanchalik vaqt uxladi bu degandek. GPS bor, navigation bor, andan keyin kunning chiqib tushgan vaqtini o'lchaydigan narsa. Andan keyin qalb atishi, yurak so'qishingizni o'lchaydi. Bu mening uchun, ya'ni sport soati uchun ishlataganlarga bek muhim, chunki sport qilgan vaqtda yoki tinish oltingizda o'tirgan vaqtda yurak so'qishingiz qanchalik mangdi, shuni o'lchab tursak bek yaxshi. Agar tinish o'tirgan vaqtda yurak so'qish ritmi qanchaki tushuk bo'lsa, shunchaki sog'lom bo'lgan bo'lgansiz. Masalan, normalda 60 dan 80 bo'ldi ekan, hamda agar tig'imi sog'lom bo'lgan bo'lsangiz, tinish turgan vaqtda, dam olgan vaqtda yurak etishingiz 40 ya 36 degandek. O'sha atroflarda bo'lsa sog'liqli. Chiniqqan vaqtda, yurgan vaqtda bu tig'imi yuqori bo'ldi. Masalan, 180, 160 yoki bo'lmasa agar sport qilayotgan bo'lsangiz 190 larga chiqish mumkin. Shunga shu qalb yurak etishingizni o'lchaydi. Andan keyin masofa birmuncha, ya'ni suzadigan, velosiped, yugurish, birmuncha sport modellari bor ekan. Shu Suntuning web sitesine internet nimasiga kirib qarab baqsanglar bo'ldi. Oxirida manglarning tanaga salomatlik tilayman. Tan sog'lik, zo'r boylik deb videoni oxirlashtiray.